O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qishloq xo'jaligi maydonlaridagi qo'shimcha imkoniyatlardan foydalangan holda mahsulot yetishtirishni ko'paytirishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida qator amaliy ishlar olib borilmoqda. Shu munosabat bilan O'zbekiston Fermerlari kengashi va Toshkent viloyati Fermerlar kengashi ishchi guruhi a'zolari Bekobod tumani Fermerlar kengashi vakillari bilan hamkorlikda ushbu hududdagi bir qator fermer xo'jaliklarida bo'lishdi. Galdagi lavhamizda ularning dala maydonlarida amalga oshirayotgan ishlari, mavjud imkoniyatlar va dolzarb masalalar muhokamasi bilan tanishasiz. Ishchi guruh a'zolari dastlab paxta dalasida bo'lib, ayni mavsumda olib borilayotgan agrotexnik tadbirlar, paxtaning parvarishi, begona o'tlarga qarshi kurashish, o'g'itlash ishlarining holatini ko'zdan kechirdi. Biz esa dala chetlaridan unumli foydalanib kelayotgan fermer bilan suhbat qurdik. Yo'nalishimiz paxta g'alla o'zi. Shu prezident qarori chiqqandan keyin dala chetlari oldin qolib ketardi. Shunga hozir biz oshqovoq, mevali daraxt, uzum, teraklar ekkanmiz. Bu bizga qo'shimcha daromadda endi. O'zimizni ishchilarga beramiz. Undan ortsa bozorga olib chiqamiz. Planlar xudo xolasa bajaramiz. Paxta bug'doy bajarib kelganmiz, bajaramiz. Jarayon mobaynida mutaxassislar dala chetlaridagi yerlardan foydalanishda tuproq unumdorligi, suvga yaqinlik, ekinning tez pisharligi kabi jihatlarni hisobga olish zarurligini ta'kidlashdi. Bekobod tumanimizda, Dehqonobod mahallasida fermerlarimizda o'sha paxta agrotexnikasi, undan tashqari mana dala chetlaridan oqilona foydalanish bo'yicha o'sha ekilayotgan ekinlar bo'yicha o'sha seminar trening bo'lib o'tdi. Qishloq xo'jalik korxonalarimiz, fermer xo'jaliklarimiz tomonidan o'sha dala chetlarida o'zining yer maydonlarida yetishtirayotgan mahsulotlar ichki iste'mol bozorlariga, qayta ishlash korxonalariga saqlash uchun hamda Yevropa davlatlariga eksport uchun ham yo'naltirib kelinmoqda. Ya'ni bu dala chetlarida yetishtirayotgan mahsulotlarimiz o'sha qo'shimcha daromad manbai hamda o'sha yerga yer qo'shish, yerdan unumli foydalanish uchun mahsulotlar yetishtirilmoqda. Shuningdek, mevali daraxtlar va tokzorlar atrofida agrotexnik tadbirlarni sifatli va o'z vaqtida bajarish zarurligi aytib o'tildi. Ishchi guruhning keyingi manzili kartoshka yig'ishtirilayotgan fermer xo'jaliklari bo'ldi. Unda qatnashchilar yig'im-terimda qo'llanilayotgan zamonaviy texnikalar, mehnatni tashkil qilishdagi samarali yondashuvlar, ishchilar uchun yaratilgan sharoitlarni tahlil qilishdi.